Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Faxriddin aka, sog' salomatmisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Sizni bezovta qilyapmiz aynan Yaqinimga tabrik kanalidan bugungi muborak ayyomingiz munosabati bilan. Ha, rahmat. Ilohim hamisha sizni qadrlagan, mehribon, aziz, qadrli insonlaringiz baxtiga tog'dek qalqon bo'lib, ularga suyanch bo'lib yurishingiz tilakdoshimiz. Rahmat, katta rahmat. Azizsiz albatta. Siz uchun chiroyli tabriklar yo'llagan aziz insonlaringiz bor. Ularni ajoyib tabriklarini o'qib eshittirish maqsadida Yaqinimga tabrik kanalining boshlovchisi Kamina Niloya siz bilan jonli efirda jonli suhbatni olib bormoqdaman. Ha, eshitibman. Ajoyib tabriklarni qabul qilib oling akajon, ajoyib she'rlar ham aynan sizga atalgan. Ha, bo'ldi, eshitamiz. Yashang. G'am kelganda doim qalqon bo'lganimsiz. Mening yolg'iz jon kuyarim qadrdonim. Har bir kuni meni yo'qlab turganimsiz. Tiyan shandan qaddi baland akajonim. Tanbeh berib qo'ysa ham tinglaganman. Araz qilmas, gina qilmas mehribonim, hammadan ko'p bitta meni o'ylagansiz. Tillolardan narxi baland akajonim. Boringizga shukronalar keltiraman. Menga Alloh tuhfa etgan chin insonim, sizni faqat Alloh uchun yoqtiraman. Xush qomatim ham xush surat akajonim. Odil hukm chiqarasiz har jabhada. Oh ko'ngilsiz, shirin so'zim, pok iymonim, qalqon dedim, so'zim boshi sarlavhada. Tomirlardan qaddi baland akajonim. Assalomu alaykum, biz uchun aziz va qadrli bo'lgan mening suyangan tog'am, mening qalqonim akajon. Tavallud ayyomingiz munosabat bo'lsin. Bugun sizning hayotingizdagi eng muhim kunlardan biri tavallud ayyomingiz. Siz ulg'ayib, oqil, bardam, o'z orzulari sari qat'iyat bilan intilayotgan chinakam insonga aylangansiz. Yoshingiz katta bo'lgandir, lekin qalbingizdagi beg'ubor mehr va hayotga muhabbat hech qachon so'nmasin. Siz biz uchun hayotimizning eng katta ne'mati, orzu va g'ururimizning yorqin yulduzisiz. Sizga yorug' baxt, mustahkam sog'lik, umringizga fayz va baraka tilayman. Har bir bosgan qadamingizda Alloh sizni asrasin, yo'llaringizni nurli qilsin. Qiyinchiliklar oldida hech qachon chekinmang. Orzularingiz sari dadil yuring. Sizning orzularingiz bizning orzuyimiz. Sizning quvonchingiz bizning baxtimizdir akajon. Sizga bitmas, tugamas kuch-quvvat, orzularingiz yetadigan sabr va dunyoni zabt etadigan kuchli iymon, yuragingizni to'ldirguvchi sevgilar tilayman. Siz bilan doim faxrlanaman va doimo duo qilaman. Ayyomingiz muborak bo'lsin, yuragimning iftixori akajonim deya ajoyib va chiroyli tilaklarini yakunlaganlar. Rahmat, katta. Aziz albatta. Shekilli menimcha akajonim. Albatta. Aynan sizni mehribon singlingiz qutlamoqdalar. Bugun barcha yaqinlaringiz nomidan singlingiz Jamolaxon opa sizga mana shunday ajoyib tabrikni tuhfa etdilar biz orqali. Ha, rahmat. Sog' bo'lgan bolalar chaqasini baxtiga, oilasini baxtiga sog'lik yurarsin. Doim bizni baxtimizga. Rahmat, xursandman. Sizlarga ham rahmat. Ishinglarga omad tilayman. Azizsiz, onajoningiz Muqaddasxon opa, dadajoningiz Qobiljon aka, ukangiz Vasliddin va ukangiz Boburjonlar ham sizni chin dildan bugungi ayyom bilan qutlamoqdalar. Rahmat, hammasiga rahmat. Xursandman. Ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Doim meni ham baxtimga hamma sog'-salomat bo'lib yursin. A'lo baxtiga bola taqasin nasib. Amin. Ilohim. Rahmat akajon, ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling hamisha. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Rahmat. Xo'p bo'ladi, sog' bo'lasiz. Xo'p. Mayli. Yaqinimga tabrik kanalining ajoyib qo'ng'irog'i bizning galdagi qahramonimiz Faxriddin akamizga atalgan edi. Ushbu tabrikni mehribon singillari Jamolaxon singlimiz yo'llamoqdalar va ajoyib tabrikka barcha oila a'zolari, yaqinlari qo'shilib qutlamoqdalar. Aynan mehribon akalarini chin dildan yaxshi ko'rguvchi singillarimiz ko'payaversin. Uchala akalarimni ham ta'riflab bo'lmaydi. Akalarimning barchasi dunyodagi tengi yo'q insonlar deya ta'rif kiritgan Jamolaxonga alohida tashakkurlar izhor etamiz va
Faxriddin akamizga uzoq umr tilab qolamiz. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Unutmang, biz barchangizni birdek yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz.